Assalomu alaykum mahalladoshlar. E'tiboringiz markazida Mahalla Insight. Sizlarga eng muhim voqea va hodisalar haqida ma'lumot berishga tayyormiz. O'zbekiston mahallalar uyushmasi delegatsiyasining Yevropa mamlakatlariga amalga oshirgan xizmat safarlari yakunlari hamda erishilgan kelishuvlar doirasida Latviyaning loyiha ambassadorasi Anastasiya Udalova bilan uchrashuv o'tkazildi. Unda shuningdek yoshlar siyosati va xalqaro hamkorlik yo'nalishida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar ham ishtirok etdi. Muloqot davomida uyushma raisi Qahramon Quronboyev yurtimizda mahalla tizimini rivojlantirishga qaratilayotgan e'tiborga alohida to'xtaldi. Shuningdek, Latviya tajribasi asosida yoshlarni sportga keng jalb etish, yoshlar bilan ishlashning samarali mexanizmlari, mahalla institutining jamiyatdagi o'rni hamda xalqaro tajriba almashinuvi masalalari muhokama qilindi. Ushbu loyiha doirasida O'zbekistonda ham yoshlar o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish, mahallalarda ko'cha sport o'yinlarini tashkil etish hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha istiqbolli tashabbuslar yuzasidan fikrlar almashildi. Uchrashuvda O'zbekiston delegatsiyasining Latviyada tajriba almashish dasturlarida ishtirokini yo'lga qo'yish, kelgusida shu kabi loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish hamda yangi tashabbuslarni birgalikda ishlab chiqish masalalari ham ko'rib chiqildi. Ta'kidlanganidek, mazkur muloqot ikki davlat o'rtasida yoshlar salohiyatini yuksaltirish, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va istiqbolli loyihalarni hayotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mehmon uyushmaning media markazi faoliyati bilan ham tanishdi. Poytaxtimizning Uchtepa tumanida davlat xususiy sheriklik asosida bunyod etilib, zamonaviy qiyofaga keltirilgan 5 qavatli Farhod mahallasi binosining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston mahallalar uyushmasi Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i, mutasaddilar, mahalla raislari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Marosim davomida mahallada amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari, aholi uchun yaratilgan zamonaviy va qulay sharoitlar, shuningdek, hududni yanada rivojlantirishga qaratilgan istiqbolli rejalar haqida so'z yuritildi. Ma'lumot uchun, Farhod mahallasida jami 32 ta ko'p qavatli uy mavjud bo'lib, 25 ta uyning fasad qismi ta'mirlab berildi. 9 ta zamonaviy bolalar maydonchasi, 4 ta workout maydonchasi qurildi va 700 metrli 24 ga 7 ishlaydigan ko'cha barpo etilmoqda. 18-iyun kuni O'zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv millionlab futbol muxlislarining diqqat markazida bo'ldi. Qiziqarli va murosasiz kechgan bahsda Kolumbiya terma jamoasi 3-1 hisobda g'alaba qozondi. Natijadan qat'iy nazar o'yin mamlakatimiz bo'ylab katta qiziqish bilan kuzatildi. Mahallalarda futbol ixlosmandlari uchun katta ekran va monitorlar o'rnatilib, aholi birgalikda terma jamoamizni qo'llab-quvvatladi. Bu esa futbolning insonlarni birlashtiruvchi kuchini yana bir bor namoyon etdi. O'zbekiston mahallalar uyushmasida ham uchrashuv jamoaviy tarzda tomosha qilinib, sport muxlislari futbol shukuhi va hayajonini birgalikda his qildilar. Bunday tadbirlar mahallalarda hamjihatlikni mustahkamlash, aholini mazmunli hordiq chiqarishga jalb etish hamda yoshlar orasida sportga bo'lgan qiziqishni oshirishga xizmat qiladi. Terma jamoamizga keyingi uchrashuvlarda muvaffaqiyat va yorqin g'alabalar tilaymiz. O'zbekiston mahallalar uyushmasining Navbahor sanatoriyasida mahallalarda kiberjinoyatchilik va ayollarga nisbatan texnologiya asosidagi zo'ravonlikning oldini olish mavzusida trening o'tkazildi. Unda mahalla yetakchilari va tizim vakillarining kiberxavfsizlik hamda jabrlanuvchini markazga qo'yuvchi yondashuv bo'yicha bilim va ko'nikmalarni mustahkamlandi. Trening davomida ishtirokchilar raqamli muhitga xavf-xatarlar, kibergigiyena, kiberjinoyatchilik turlari va ularning huquqiy asoslari bilan tanishib, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha samarali yondashuvlarni muhokama qildi. O'zbekiston mahallalar uyushmasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida tashkil etilgan muzeylararo 90 kun ma'naviy ma'rifiy ekskursiyalar loyihasi doirasida mahalla faollari, yoshlar, o'quvchilar, talabalar hamda pedagoglar mamlakatimizning muhim tarixiy va ma'naviy maskanlariga tashrif buyurib, milliy tariximiz, buyuk ajdodlarimiz merosi, vatan himoyachilari xotirasi hamda mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar bilan yaqindan tanishdilar. Ekskursiyalar quyidagi manzillarda tashkil etiladi. Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi, G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi. Muzeylararo 90 kun loyihasi yoshlar va keng jamoatchilikning tarixiy xotirasini mustahkamlash, ma'naviy dunyoqarashini boyitish hamda vatanparvarlik tuyg'ularini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Bizda hozircha shular, yana mahallada ko'rishguncha omon bo'ling.